Uyghur Sotining EhmiyitiTi. Mustaqil Uyghur Sotining Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirishni maqsad qilgan tunji qitimliq soti 4-iyundan 7-iyungacha 4 kun Londonda davom qilgan. Uyg'ur Sotining tunji qitimliq isbot anglash yig'inida qaysar guvohchilarning bergan kuchlik isbotlari har xil tillardagi xalqaroliq axborot vositalarida boshbatdan o'rin olgan hamda bu qitimqi mustaqil ommaviy sotda 30dan ortiq guvohchi va mutaxassislar yozma va og'zaki shaklda guvohlik bergan. Buningga qarta Xitoyning davlatlik axborot kanallari Uyg'ur sotining bu qitimliq isbot anglash yig'iniga bo'libmi naq maydonda guvohlik bergan guvohchilar va mutaxassislarga qaratgan hujumlarni to'xtatmagan. Xitoy doiralari 9-iyun maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, Uyg'ur sotining isbot anglash yig'inini bir maydon teatr degan bo'lsa, Xitoyning lager sistemasi ustidan guvohlik bergan guvohchilarni artistlar deb haqorat qilgan. Amaliyotda Uyg'ur soti Xitoy hukumatini Londondagi isbot anglash yig'iniga qatnashib, o'zini aqlashga, o'zini qo'g'daydigan har qanday dalil isbotlar bo'lsa, naq maydonda ko'rsatishga da'vat qilganligi ma'lum. Holbuki Xitoy tarafdan hech qanday bir javob kelmagan. Aksicha Xitoy hukumatı asossiz holda bu sotni qaralab, mazkur sotda guvohlik berguchilarning urug' tuqqanlarini majburiy so'zlatib, ularning guvohliklarini yolg'onga chiqarishga tirishgan, hatto ularning shaxsiyatiga hujum qilgan. Aradan 20 kundak vaqt o'tibla 28-iyun Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Huquq Kengeshining 47-ci qitimliq yig'inida Xitoyning Janvadagi BDT organida turishliq doimiy vakili Jang Duan Amerika va boshqa g'arb davlatlari sodir qilgan barliq irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishni talab qilgan. Növbətdə Uyğurlarga qarta irqiy qirg'inchilik elib beryotidi deb ayblangan Xitoyning qarashicha, bu xil tekshirish g'arbning jazoga tortilishiga kafolatlik qilarmish. Shundaqli irqiy qirg'inchilikning dunyodagi irqchilik va kamsitish omillarini yiltizidan qo'mirib tashlarmish. Bu yig'inda Jangdan xalqaro jamiyat tarafidan jazoga tortilmagan, hatto kishilarning diqqatini tortmagan irqiy qirg'inchilikning bir qancha misolini ko'rsatib o'tgan. Masalan, Amerika qurilgandan keyingi 100 yilga yaqin vaqt ichida indianlarni keng ko'lamda o'ldirish, Kanadada bo'lsa yerlik xalqni qirg'in qilish, 3200 balani o'lgicha qiyin qistoqqa elish degandek. Yuqorqi xabarlardan sirt yaqinda xabar 18 tori qilchimu rahim qilmaslik, Xi Jinpingning Xinjiangdagi Uyg'ur qirg'inchiligini kengaytishdagi 6 qurolli sarlavalik bir parcha maqola e'lon qilingan. Maqolada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ijro qilishdagi 6 quroli tunishtirilgan bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi, vatanimizga texmi ko'p Xitoy ko'chmanlarini ko'chirish. Ikkinchi, Xitoylarni vatanimizdagi asosliq ishchi xizmatchiga aylantirish. Uchinchi, islom dinini xitoychilashtirish. To'rtinchi, Uyg'urlarning nupusining ko'payishini kontrol qilish. Beshinchi, Uyg'urlarni jazo lagerlariga solash. Oltinchi, Uyg'urlarni qul ishchilarga aylantirish. Bulardan ko'rib olish tas emaski, Xitoylar Sharqi Turkistonda Uyg'urlarning izini butunlay o'chirib tashlash uchun harakat qilyotidi. Necha ay burunqi Alyaska yig'ini bilan necha kun burunqi BDT kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoyning Amerika va g'arb ellariga qilchi o'diqmasdan sizlar degan irqiy qirg'inchilik jinoyatini dastlabda sizlar o'zinglar oshirib qilgan, biz faqat sizlar qilganni qildik degan uchurni ochiq oshkora berish darajasiga yetgan. Sharq Turkistonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi avjiga chiqqan yillarda Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i bo'lgan Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo apandi 2021-yil 19-yanvar kuni, ya'ni eng oxirgi vazifa kunida Uyg'ur xalqi uchun mangu unutilmas bir bayonotni e'lon qilib,
Xitayning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarning saviyasining qandaqdir g'arbdagi taratqular yillardan beri takrorlab kelayotgan nuqul diniy zulm, milliy ziyonkashlik, irqiy kamsitish, madaniyat qirg'inchiligi saviyasida ilib berilayotgan jinoyatlar bo'lmasdan, balki bir butun millatga qaratilayotgan g'oyat zo'r irqiy qirg'inchilik saviyasidagi insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat ekanligini ilgari surdi. Mazkur bayonot vatanimizda yashayotgan Uyg'ur xalqi uchun tarixiy xo'shalliqqa aylandi. Mazkur tarixiy bayonot natijasida bu yilning oldingi yarmidagi 155 kun ichida Shimoliy Amerika va Yevropadagi demokratik davlatlarning parlamentlari bas-basda o'rtaq bayonot e'lon qilishib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi xalqimizga qarata sodir qilayotgan turli jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Gerçi tunji qitimliq Uyg'ur sotida ba'zi tajribasizliklar, kamchiliklar ko'rilgan bo'lsa-mu, biroq bu sotning alohida va aplik sharoitda Uyg'urlarning o'zlari tarafidan dunyodagi eng nopozliq shahar Londonda xalqaro sahnaga oshkora elib chiqilishi muhojiratdagi Uyg'urlar uchun tarixiy ahamiyatga ega. Shundaqli bu sot simvollik burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Chunki o'tgan asrning oxirgi minutlari, ya'ni sobiq Sovet ittifoqi va uning Sharqiy Yevropadagi inisi Yugoslaviya parchalangandan keyin Balkan yarim orolidagi Bosniyada yuz bergan bir qancha qitimliq irqiy qirg'inchilikda bosh rol olgan va planlagan 3 qonxo'r jallod xalqaro sot orqali jazolanib, insoniyatning irqiy qirg'inchilik jinoyatini hisobsiz tashlab qo'ymaydiganligini bildirib, har qaysi qit'alardagi diktator va harbiy mustabid kuchlarga ogohlantirish bergan edi. Balkandagi 3 jallodmi ilgari keyin bo'lib, tegishli jazoga uchirgan edi. Gerçi ularning qo'lida qirg'in qilingan boshna xalqini tirildirish mumkin bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq ularning oqqan qonlari bekor ketmadi. 1992-yildan 2008-yil 17-fevralgacha bo'lgan 16 yil ichida Serbiya tarafidan 100 yildan oshiq mustamlik qilingan Bosniya va Kosovo xalqi oxiri to'liq va uzil-kesil mustaqillikka erishdi. Balkandagi 3 jallod deb atalgan Milošević, Mladić va Kardavishlar 1991-yildan 1998-yillargacha Balkan yarim orolida irqiy qirg'inchilik qilgan qonxo'rlar bo'lib, ilgari keyin hammasi xalqaro jinoiy ishlar soti tarafidan jazolandi. Birinchi Slobodan Milošević, Balkandagi 3 qonxo'rning eng cho'ngi Milošević 1941-yili 20-avgust tug'ilgan. 1989-yildan 1997-yilgacha Serbiya raisi, 1997-yildan 1999-yilgacha Yugoslaviya rahbari bo'lgan. NATO qismlari 1999-yil martda dаңliq Kosovo urushini qo'zg'ab, Serbiyaga keng ko'lamda hujum qilib, Belgradni 78 kun bombardimon qilgandan keyin 2000-yil 24-sentabr istifa berishga majbur bo'lgan. 2001-yil 31 mart Serbiya taraf uni qo'lga olib, xalqaro jinoiy ishlar sotiga topshirib bergan. U 5 yil arz qilib aqtirolmay o'lim jazosi berilishdan ilgari 2006-yil 11 mart Lahaydagi zindonda o'zini o'ltirib olgan. Ikkinchi Ratko Mladić, Balkan jallodi Mladić Karadishning xanjiri bo'lib 1942-yili tug'ilgan. Tito davrida ofitser bo'lgan. 1991-yili 9-diviziyaga bosh bo'lib, krodiyaliklarni qirgan. 1992-yili 2-armiyaga bosh bo'lib, Boşnaqlarga qarta irqiy qirg'inchilik elib borgan. 1995-yildan boshlab Mladić bir dilla yo'shirinib olgan. 2011-yili uni tutib berganlarga berildigan so'yincha 20 million dollarga chiqib, shu yil mayda Belgradda tutilgan. 2017-yili sud uningga muddatsiz qamoq jazosi bergan. 3-Radovan Karadić,
1945 19 iyun hozirgi Qartaq Cumhuriyetida tug'ilgan. 1992 yildan 1996 yilgacha Serbiya armiyasi bosh marshali bo'lib, bosh qo'mondoni Ratko Miladishni 180 ming Serb askari bilan Balqondan Bo'shnoq, Krodiyaliklar qatorliq sobiq Yugoslaviyadan ayrilib chiqqan Balqon davlatlarida irqiy qirg'inchilik qilishga buyurgan. 1995 yili Serb Renki rayonida 10 mingga yaqin Bo'shnoqni BDT xavfsizlik qismlarining ko'z oldida qirib tashlagan. Ondan keyin yo'shirinib yurib 2008 yili 19 iyulda qo'lga tushgan. 2009 yildan boshlab uda necha qatim sotlanib, oxiri 2016 yili 24 martdagi oxirgi sotda 40 yillik qamoq jazosi berilgan. Biroq bu mal'un norozilik bildirib, adolat talab qilgan. 2019 yili 14 mart payshanba sot uningga adolatlik kesim chiqarib, aslidagi 40 yillik jazoni muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartgan. Uyg'ur xalqimu yaqin kelgusida Xi Jinping, Chen Chuangu, Zhu Hailun qatorliq jallatlarni sotqa tortib darg'a asidi. Londonda ochilgan Uyg'ur soti buning birinchi qadami.